Biza haqimizda odamlarning ajoyib fikri bor ekanda. Atirlarni o'zingiz yasaysizmi? Ya'ni o'zingiz korobkalarni qilasizmi deb. Yo'q, bizda shunchaki ko'p atirlarimiz noyob atirlar. O'zbekiston hududida kamyob atirlar. Buni nima foydasi bor desangiz, siz kamdan kam odam sepgan hidlarni sepsangizgina o'shanda ajralib turasiz. Faraz qiling, siz o'sha ma'lum bir mashhur atirni sepib kirsangiz, u trendni va hamma sepib olgan. Hech narsa o'zgarmaydi, hech kim "Voy, mana bunaqa sepibsan" demaydi, bilinmaydi ham. Ya'ni shu birga bir bo'lib qoladi. Ya'ni hidlarni aytyapman. Shuning uchun noyob. Bitta yana noyobni ko'rsataman. Akalar, diqqat qiling, narx aytamiz biz, mashahir mana. U hadiyaga ham juda o'zgacha bo'ladi. Mana ochilishlari vashcha boshqacha. Ya'ni siz buni aslida idish emas, hidiga ishqiboz bo'lasiz. Bahorga sepishga tavsiya bo'ladi, akalar. Sitrusli hid. Hid bunda eslatib o'taman, Arab Emiratiniki bo'lsa ham arabcha hid emas bu, yevropeyskiy hidlar akalar. Shuning uchun bemalol ko'pchilik aytadi, faqat arabcha yo arabcha emas, bizda 99% yevropeyskiy hidlar bo'ladi. Xo'p, narxini akalar men sizlarga so'mda hisoblab aytaman. Diqqat qilinglar, dastavka bepul bo'ladi. 490 ming so'm ekan, mana 496 chiqyapti. 490 ming so'm sovg'aga, o'zingizga, hadiyaga bemalol akalar. Parfyum bo'ladi. Sepib, maza qilib, bu joyga borib, kelib, ishlarni bitirib, chiroyli bo'lib yurishingizga.